Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Bu yil 7 ayının 5 günü tajovuzchi Xitoyning tinch usul bilan demokratik haqlarini talab qilgan Şərq Türkistan xalqini qanlıq bastırgan irqiy qirg'inchilikning vahshiylikka chiqishining boshlang'ichi bo'lgan Urumchi qirg'inchiligining 16 yillik xotir kuni edi. Muhaciratda yaşayotgan dunyoning har qaysi joylaridagi Şərq Türkistanlıqlar bu kunni ahamiyatli faoliyatlar bilan xotirladi. Tuvanda Şərq Türkistan surgunda hukumati, Şərq Türkistan surgunda parlamenti, Şərq Türkistan Milliy fondi va Şərq Türkistan Milliy uyg'unish harakati a'zolarining Amerikaning poytaxti Washingtonda Oqsaroyning oldida o'tkazgan namoyishini diqqatingizga sunamiz. Eng oldi bilan milliy marshimiz qo'yilgandan keyin Şərq Türkistan surgunda hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor axborot e'lon qilib mundaq dedi. Şərq Türkistan surgunda hukumati, Şərq Türkistan Milliy uyg'unish harakati, Şərq Türkistan Milliy fondi ishg'ol qilingan Şərq Türkistan xalqiga vakolatan Amerika mustaqilligining 249 yilligiga vasila bo'lgan Amerika hukumati va Amerika xalqiga salomlarimizni yetkazamiz. Sizlarning erkinlik g'oyanglar, adolat va baxt saodatga izchil intilishinglar ishg'oliyatchi Xitoyning zulmi ostida qolgan, ishg'ol qilingan Şərq Türkistan xalqini o'z ichiga olgan dunyodagi barliq erkinlik izlaguvchilarni erkinlikka erishishga ilhomlantirdi. Bugungi kunda Amerika hukumati mustaqillikka erishganning 249 yilligini xotirlamoqda. Biz 2009-yili 7 ayning 5 kuni yuz bergan ishg'ol qilingan davlat Şərq Türkistanning markazi bo'lgan Urumchida yuz bergan qirg'inchilikning 16 yilligini xotirlash orqali xalqimizning qattiq azobini eslab turmoqdamiz. O kuni Urumchi ko'chalarida Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining tinch namoyishi tajovuzchi Xitoy kuchlari tomonidan rəhimsizlarcha bostirilib, Şərq Türkistan jinoyat maydoniga aylandi. Keyingi kuni Xitoy tajovuzchilari Urumchidagi Uyg'ur mahallalariga hujum qildi. Minglagan Uyg'ur erlari ko'chalarda so'raldi, urildi, put-qo'llariga kishan silindi, keyin g'oyib qilindi. Şərq Türkistanning boshqa Qashqar, Oqsuga o'xshash joylarida o'tkazilgan tinch namoyish bostirildi. Barliq kentlar bombardimon qilinib, zambirak bilan qirg'in qilindi. 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligi faqat zo'ravonlikning o'zligidan yeyilishi bo'lmasdan, balki keyingi ashaddiy irqiy qirg'inchilikning boshlanishidan iborat. Urumchi qirg'inchiligi bugungi biz shohid bo'layotgan, xalqimizni vayron qilayotgan sistemlik irqiy qirg'inchilikning sahnasi. Bugungi 2025-yildagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi yolg'iz xotirlashlar emas, irqiy qirg'inchilikning izchil davomlashayotganligi iddia qilingan, oilalar parchalangan, bir butun millat vayronchilikqa uchragan qora tush. Bugun millionlagan Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlar izchil turda turmalarga va jazo lagerlariga qamaldi. Millionlaganlari majburiy emgak lagerlarida Xitoyning dunyo bozorlariga yamragan arzon baholiq mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun qul emgaki bilan shug'ullanishga majbur bo'lmoqda. Millionlagan Şərq Türkistanlıq balalar oilasidan majburiy ayirib etilib, Xitoyning tili, kulturi va diniy e'tiqodi kimligini yo'qotish uchun barpo qilingan miyayish o'rinlarida tutib turilmoqda. Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilmishi barg'ansiri vahshiylashib, murakkablashdi. Kültürü ve dini e'tiqodini yashash man'iy qilindi. Masjid va tarixiy kultur markazlari chaqib etildi. Şərq Türkistanlıq ayollar majburiy tug'mas qilib etish, bola oldirib etish, Xitoylar bilan o'ylanishga majburlandi. Bular davlat qo'llagan bosqinchilikdan boshqa narsa emas edi. Xalqimiz jazo lagerlariga, turmalarga qamalib, qiyin qistoqqa elindi. Ocharchilikqa mahkum bo'ldi. Oilalar izdiraksiz g'oyib qilindi. Xitoy buni oshqunlikning oldini olish deb tasvirladi. Ammo dunyo haqiqatning nimaligini obdan biladi. Xitoyning qilmishlari irqiy qirg'inchilikdan iborat. Eng cho'chitadigan bir xabar shuki, yaqinda Telegraf gazetida e'lon qilingan bir dokladda Xitoyning ishg'ol qilingan Şərq Türkistandagi organ ko'chirish markazlarini 3 hassa orttirganligi e'lon qilindi. Bu markazlar hargizmo xolisona organ taqdim qilish, ko'chirish markazlari emas. Bu yerlarda so'yish uylari mavjud. 25 mingdan 50 minggacha bo'lgan Uyg'urlar har kuni organlarining Xitoy va chet ellik sotuvchilarning setib olish uchun o'ldiriladi. Bu Xitoy davlatining manfaat badaliga o'tkazayotgan davlat qo'llagan sanoatlashgan jinoyatidan iborat.
Xitoyning ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi ortayotgan qo'rqinchli irqiy qirg'inchilikni, insoniyatga qarshi jinoyatini yaqinda ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Xitoy Kompartiyasining sekretari Chun Shaojangning yangidan tayinlanishidan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Chun bir byurokrat emas. Xitoyning ideologik siyosiy kontrol mashinasining ijrochisi. Birlik sap bölümünün muavin ministeri, Xitoy Davlatlik Millat ishlari komitetining boshlig'i. U etnik tozalash, mustamlika, bo'ysundirish siyosatini yurgizishda yetakchilik rol o'ynagan. Uning yangi vazifaga tayinlanishining e'lon qilinishi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining texmo shiddat bilan davomlashganligining bishorati. Chun tashviqotni texmo kuchaytirib, istihborotga moslashib, majburiy bostirishni bir vazifaga yig'di. Uning Sharq Turkistonga bo'lgan rahbarligida biz to'limi ichinishliq turda Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining yo'qotilishiga, majburiy emgakka silish orqali qul qilishini kengaytishiga, texmi cho'nqur kuzatishiga, chegara halqagan bostirishni kuchaytishiga qarshi qattiq tirishchanlik ko'rsatishga majbur qilamiz. Chun Shaojang Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik qilmishining boshlig'i. Uning tayinlanishi xalqimizning qutulishiga bevosita tahdid elib kelmoqda. Shuning bilan bir vaqtda biz yana irqiy qirg'inchilikchi Xitoy hukumati bilan munosabatini normallashtirayotgan g'arb hukumatlarini ogohlantiramiz. Oldin qayda Amerikaning Xitoyda turishliq elchisi David Pordio, Xitoyning ommaviy bexatarlik ministri, Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizilayotgan qalaymaqon tutqun qilib nazarband ostiga elish, qiynash, jinoyat sodir qilish, kuzatish qatorliq irqiy qirg'inchilik jinoyatiga bevosita javobgar katibashi Wang Xiaodong bilan do'stona ko'rishdi. Bu yig'in qonun ijro qilish hamkorligini kuchaytirishni maqsad qilgan bo'lib, diplomatiya emas, u irqiy qirg'inchilikchi hokimiyatni xotirjam qilishdan iborat. Amerikaning 21-asrda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilik bilan yuzlashishdagi qimmat qarashlariga xilof. Shuni aniq qilib aytishimiz lozimki, Amerika hukumati Xitoyning bu vahshiyliklarini 2021-yil 1-oyning 19-kuni oldingi Trump hokimiyati mezgilida irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Bu e'tirof axloqiy aniqlikqa ega tarixiy harakat. Irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat bo'lish sifati bilan Amerika irqiy qirg'inchilik sodir qiluvchi jinoyatchilar bilan hamkorlashmay, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish, oldini olish, jazolash qonunini ijro qilish va axloqiy majburiyatini ado qilishi zarur. Irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotgan, zararlik chekimlik yoki jinoyat bilan kurash qilish qiyofatiga kirib olgan Xitoy katibashi bilan yig'in chaqirish, Beijingga ilhom, jasorat ato qilib, irqiy qirg'inchilik va mustamlika yurgizadigan huquq markaziga markazlashgan diktator hokimiyatni qonunlashtirdi. Uning ustiga bundaq hamkorlik chet ellardagi Sharq Turkistonlik huquq qo'g'dug'ichilarga tahdid elib keldi. Xitoy uzundan buyon chegara halqagan bostirish harakati bilan shug'ullanmoqda. Atalmış qonun ijro qilish hamkorligi o'qituvchilarni ovlash, surgunlarni nazorat qilish, muajiratdagi omma va tashkilotlarga singib kirish bahonasiga aylanadi. Dunyo, bo'libmi Amerika bu yerda durust bir diplomatiyaning, axloqiy tijoratning, irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan hokimiyat bilan qonunli hamkorlikning bo'lmaydiganligini tushunishi lozim. Biz siyosiy va axloqiy majburiyatni ado qilib, irqiy qirg'inchilikchi Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan bexatarlik, istihborot, qonun ijro qilish hamkorligini darhol to'xtatishga chaqiramiz. Hech qanday bexatarlik bo'liqi, hech qanday zararlik modda fentanyl ramkasi, atalmış qonun ijro qilish almashtirishi, millionlab bolalar oilasidan ayirib etilgan, yuz minglagan ayollarni tug'mas qilib etgan, barliq millatni qulluqqa mahkum qilgan hokimiyatni qonunli qila olmaydi. Biz Beijingning irqiy qirg'inchilik mashinasini jasoratlantiradigan barliq ikkilik kelishimnoma va tijorat to'xtamnomalarini bekor qilishga chaqiriq qilamiz. Hech qanday iqtisodiy kirim millionlab begunoh xalqning qonidan qimmatli emas. Amerika va boshqa erkin davlatlar Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining huquqini bostirish badaliga keladigan qisqa vaqtlik manfaatni ko'zlab qilgan tijoratni to'xtatishi kerak. Uchinchidan, biz Uyg'ur irqiy qirg'inchilik jinoyatini ishlagan, yangidan tayinlangan etnik tozalashga mas'ul Chun Shaojang, Xitoy ommaviy bexatarlik ministri, nazorat qilish, qiynash apparatining komandiri Wang Xiaodongni o'z ichiga olgan negizli Xitoy katibashlarining jinoyatini keng ko'lamda surishti qilib, jazolashga chaqiramiz. Jazolash yana kelish manbasi ishg'ol qilingan Sharq Turkiston bo'lgan mahsulotlarga chetishliq, Xitoyning Uyg'ur majburiy emgakiga sherik bo'lgan chet ellik hamkorlashuvchilarga qadar kengayishi kerak.
To'rtinchisi, biz Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonunini kengaytirish va kuchaytirishni, majburiy emgakka chetishliq Sharq Turkistonda ishlangan barliq mahsulotlarni import qilishni cheklashni talab qilamiz. Majburiy emgakka silingan Uyg'urlarning qon teri singan mahsulotlarning erkin davlatlarning bozorlarida o'rni bo'lmasligi kerak. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sunilgan Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini jazolashni o'z ichiga olgan Sharq Turkistonning adolatga javobgarlikqa erishish tirishchanligini qonunliq va diplomatik qo'llashga chaqiriq qilamiz. Eng oxirida texmo jiddiy turda Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan davlat deb rasmiy e'tirof qilishni talab qilamiz. Bu Amerikaning Asir davlatlar qonunining 86-90 moddasining ro'yi bo'yicha Amerikaning davlat bexatarlik manfaatini ko'zda tutib jamiyat va zolimlar tarafidan asir qilingan millatning erkinlik va mustaqillik umidini yo'qotmasligi, Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan davlatlarning erkinligi va mustaqilligini qayta qo'lga keltirish uchun turli yo'llar bilan qo'llash kerakligini ilgari surdi. Dunyo shu haqiqatni e'tirof qilishi kerakki, Sharq Turkistonning mustaqilligini to'liq asliga keltirish axloqiy majburiyat. U Xitoyning irqiy qirg'inchiligini oxirlashtirishdagi birdan-bir hal qilish chorasi. U Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining bexatar bo'lishi, qutulishining birdan-bir yo'li. Adolat, shon-sharaf, izchil tinchlikqa erishishning birdan-bir yo'li. Biz yana Amerika va boshqa demokratik davlatlarni irqiy qirg'inchilik ahdnomasi va xalqaro qonunlar oldidagi mas'uliyatini ado qilishga, yolg'iz eg'izdagi gap bilan kifoyalanib qolmay, konkret harakat qo'llanishga chaqiriq qilamiz. Hech qanday bir hukumat irqiy qirg'inchilikchi Beijing hokimiyati bilan savdo qilib turib, erkinlik va adolatda ching turadiganligini iddia qila olmaydi. Ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi bostirilgan xalqning qinini shimirayotgan irqiy qirg'inchilikchi hokimiyat bilan qisqa muddatlik chog'liq manfaatni ko'zlab tijorat qilish insoniyatning eng asosiy prinsiplariga xilof. Xitoy Kompartiyasi besimi Sharq Turkistondan halqib ketdi. Bu demokratik qimmatlar, erkinlik, Amerikani o'z ichiga olgan barliq davlatlarning bexatarligiga, dunyo miqyosidagi barliq xalqning erkinligiga tahdid elib keldi. Dunyo agar Xitoyning mustamlika, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatiga qattiq qarshi turmaganda, keyin o'z-o'zini murassa qiladi. Hukumatlar va hamkorlashuvchilar xalqning ustiga manfaatni qo'yib olishini to'xtatishi kerak. Ko'p davlat hamkorligi qorong'u ta'minlash zanjirining orqasiga yoshirinib, qul emgikidan izchil foyda olmoqda. Ularning qo'li pokiz emas, balki ular sherik. Xalqaro jamiyat cho'qim kishilik huquqni tegishli astoydillik bilan ijro qilish va zamonaviy qulluqdan foyda olgan shirkatlarga tegishli jazo berishi lozim. Xalqaro media va fuqarolar jamiyatidan ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi qo'rqinchli dahshatni oshkorlashni talab qilamiz. Xitoy hokimiyati bor kuchi bilan xato tashviqot tarqatib, vahshiy qilmishlardan tinib olib, bizning qonunliq ko'rishimizni yo'lsizlashtirmoqda. Muxbirlarni sukutga majburlamoqda, hukumatga qarshi chaplamoqda. Tor tashviqotlari bilan qoplanmoqda. Ammo haqiqat dafn qilinmaydi. Biz hayot qolganlarning ovozini kuchaytirishimiz lozim. Biz ona vatanimizning qorong'u bulung'larigacha yo'rug'liq elib kelishimiz lozim. Erkin dunyo xalqi dunyoning yanami bu vahshiyliklarga sal qarshiga yo'l qo'ymasligi kerak. Tarix kuzatadi. Sukut sherikdan boshqa narsa emas. Harakat qilish kechikdi. Biz so'zni harakatga aylantirishimiz, xitobni siyosatga, e'tirof qilishni adolatga aylantirishimiz kerak. Biz hukumatlardan mas'uliyatini ado qilib, irqiy qirg'inchilik jinoyatining oldini olish va jazolashini talab qilamiz. 16 yil burungi Urumchi qirg'inchiligini aks ettirgan vaqtimizda to'kilgan qonlarning behuda oqmaydiganligiga kafolatlik qilishimiz lozim. Hayotda qolish uchun kurash qilayotgan turmalardagi va qul qilinayotgan qarindoshlarimizdan faxrlanamiz. Qayta shuni ta'kidlaymizki, Sharq Turkiston xalqi azaldan Xitoyning ishg'oliyati va bo'ysundirishini qabul qilmaydi. Kimligimiz va mustaqilligimizdan hargizmi voz kechmaymiz. Erkinlik, mustaqillik, egilik huquq uchun kurash qilishdan hargizmi voz kechmaymiz. Biz faqat tirkishimiz, kurash qilamiz. Davosimiz haq da'vo, nishonimiz aniq. U bo'lsa Sharq Turkistonning mustaqilligini to'liq asliga keltirish, Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining tinch, shon-sharafi bilan yashash huquqini qo'lga keltirish. Zulmga qarshi ovozimizni tang yuqori ko'taraylik, adolatni talab qilaylik, mo'rini mo'riga tiraylik. Millat va o'rqitlarni borliqqa keltirgan erkinlik ro'yi bilan Sharq Turkistonni qayta va mustaqil qilaylik. Rahmat dedi. Mayor Xitoy strategiyachi Sharq Turkiston do'sti Bin Lalson qisqacha muhim so'z qilib mundaq dedi.
Do'stlar, kasbdoshlar, yaxshimisizlar? Biz bugun 5-iyulda yuz bergan Urumchi qirg'inchiligini xotirlab turibdimiz. Menimcha, Amerikaliklar buni anglab boqmadi. Bu haqda bir narsa bilmaydi. Agar biladiganlar bo'lgandimi, bek tushunib ketmaydi. U kuni xalqning Sharq Turkistondagi terrorni his qilganligini tasavvur qilmoq tez. Xitoy har vaqt 10 minglarcha Uyg'urni o'ldirishni orzu qilib keldi. Bizga o'xshash erkin jamiyatda yashayotganlarning buni tasavvur qilishi qulay emas. Biz haqiqatanmi shukr qilsak bo'ladi. Bu yerda ashunday ishlarning yuz berishini tasavvur qilmoq haqiqatanmi qiyin. Xitoy yolg'iz Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga tahdid bo'lib qolmay, bizning ishkimizning oldiga kelib bo'ldi. Shaharlarimizni, qurollarimizni, mahallalarimizni vahimaga solyotdi. Erkin dunyo cho'qim Xitoy bilan urushga tayyor turishi lozim. Biz Xitoyning ishbiyonlari va suiqasdchilariga qarshi turishimiz lozim. Xitoyning dunyoning har qaysi joylariga taralgan armiyasi bilan kurash qilishimiz lozim. Iqtisodimizni Xitoy kompartiyasining monopolidan bexatar qilishimiz. Axloqsiz Xitoy bilan savdo qilib foydalanayotgan boylarimizni, Xitoyning changiliga tushib ketgan sarxillarimizni rayonga qaytarib kelishimiz lozim. Xitoyning atalmış sehrli quroli shak-shubsizki boy va sarxillarni qo'lga tushirish. Biz ularni qo'lga tushirilgan sarxillar deb ataymiz. Ular sehrli qurol deb ataydi. Bu ularning siyosiy urushdagi usuli. Bu usul sizib kirish usuli. Biz qanday kurash qilamiz? Bizning kuchli qurolimiz erkinning erkin bo'lishini orzu qilish. Kommunistik hokimiyat eng chong qo'rqinchli dushman. Ular o'rlik orzusiga qarshi urush qilishga nurg'un pul sarf qildi. Shuningga ishonamanki, o'rlik orzusi Xitoyning jazo lagerlarida, qul emgak fabrikalarida, kuzatish ostidagi Sharq Turkiston mahallalarida, Sharq Turkistonlik Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarning qalbida helimi mavjud. Ey Amerika, men sendan ismining Sharq Turkiston ekanligini bilishingni so'rayman. Va bu insonlar aslida bir millat, ya'ni ulus va yana millat sifatida mavjud bo'ladi dedi. Orqadan Uyg'ur tilida xitob qildi. Men hazır Uygur tilida birlik söz demek. Bir Uygur şair imamına Urumchi qirg'inchiligi haqida bunday degan. Ko'p sondagi kishilar bu to'liq so'zlashga jur'at qilolmaydi yoki ko'ngil bilmaydi. O'ylab qaylik qarindoshlar. Düşman bizning tuproqlarimizda. Biz Amerikaliklar va Sharqiy Turkistonliklar düşmanimizga kerakli hammani bekledik. Bazılarımız ruhumuz sattı. Yine topraklarımızdan yüz ürüdük. Ve köp sandık kişiler bu torluk sözleşke cüret kılmaydı. Bunu bilmeydi. Kandakisi bundak olsun. Lakin ben sizden sorayım. Hazır vatanınızın ahval kandak. Aileniz bu yerde, aileniz bu yerde beheter mi? Danışman Yahudi Ustaz bunda etkan. İşini tamamlaş. Siz bir adımla mecburiyeti emez. Bırak sizden kol kavuşturup duruş. Hukukumuz yok. Vazifemizni ada kıladigan vakit yetip geldi. Vatanni tutkuzuş fakat sizinle mesuliyetiniz emas. Ama siz vatan için kılgan işleriniz bilen eslenisiz. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining ayollar va bolalar direktori Amanniso Muxlisi xonim ahamiyatli so'z qildi. U mundaq dedi: "Yaxshimisilar ko'pchilik, biz bilan bu yerda namoyishga qatnashganliginglar uchun rahmat. Biz bu yerga Urumchi qirg'inchiligini xotirlash uchun yig'ildik. 16 yil ilgari, ya'ni 2009-yili 7-oyning 5-kuni Xitoy armiyasi Urumchidagi tinch namoyishga qatnashgan minglagan Uyg'urni o'ldirdi yoki g'oyib qilibdi. O gün tarixning texmi qorong'u sahifasi ochilgan bir kun bo'ldi. Bu dunyoning sal qarg'anligining ogohlantirishi edi. Yolg'iz bir Sharq Turkistonlik ayolning ovozini emas,
Balki Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi har kuni irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan millionlagan ayol va bolalarning ovozini yangritaman. Sharq Turkistonlik ayollar bosqinchilikqa uchraydi, tug'mas qilinadi. Bolalari tushirib etiladi. Jazo lagerlarida nazarbandda turadi. Nurg'unlari majburiy emgak lagerlarida qo'l qilinadi. Ba'zilari Xitoylar bilan to'y qilishga majburlanadi. Ularning tanlash huquqi yo'q. Xitoyning davlat qo'llagan bosqinchilik jinoyati kimligimizni yo'qotish, oilalarimizni parchalashdagi quroli. Biz ko'rayotgan zulm tarix emas, balki hozir yuz berayotgan ishlar. 1 milliondan ortiq bolalar oilalaridan ilinib, Xitoyning davlatlik yataqliq maktablariga o'rinlashtirildi. Ularning ona tilida so'zlashi, diniy e'tiqodini yashashi, salohiyatining nimaligini bilishi cheklandi. Hokimiyatni himoya qilish, oilani vayron qilishni to'g'ri deb bilish bilan kallasi yo'yildi. Bu irqiy qirg'inchilik, hatto uningdanmi ig'ri. 25 mingdan 50 minggacha bo'lgan Sharq Turkistonlik har yili Xitoyning organlarini yig'ib olishi uchun o'ldiriladi. Yoshlar yurak, böbrek va jigarlarining pul tepish uchun setilishining qurboni bo'ladi. Bu yumor emas. Bu dal mush paytda Xitoy hukumati turmaga aylantirib olgan rayon Sharq Turkistonda yuz bermoqda. Meni azobga soladigani sukut. Dunyodagi ayollar organlari nerede? Bolalarning advokatlari nerede? Boshqalar uchun yangragan ovozlar Sharq Turkistondagi ayollar va bolalarga kelganda nerede qoldi? Bizmi inson, ayol, bola. Bir kuni ana bo'lganingizda farzand muhabbatining qanday bo'lganligini bilasiz. Bolalar hatto o'z hayotimizdan muhim. Bolalaringizning sizdan ayirib etilib, mingisining yuyilganligini, ularni ko'rolmagan, tutolmaganligingizni faraz qiling. Mustaqilligimizni asliga keltirmay bizning kelajagimiz bo'lmaydi. Shunisi ro'shanki, biz cho'qim mustaqilligimizni asliga keltirishimiz lozim. Biz azaldan Xitoy emas va Xitoy bo'la olmaymiz. Biz dunyoning sukutini buzib, Sharq Turkiston xalqiga yordam qilishini, adolat talab qilishini, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishini, ayollar va bolalarning erkinligi, shon-sharafini asliga keltirishini talab qilamiz dedi. Lager shoiri Tursunay Ziyoddin xonim Sharq Turkistonlik qarindoshlarni Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun harakat qilishga chaqiriq qildi. Vatanga berib kelayotganlarni aybladi. Her günü bizden qarindoshlarımızın qiymati ko'radi, zulmda, turmalarda, lagerlarda, müddetsiz qamoq jazolarida, hatto o'ldiriladi, qon to'kiladi, to'xtab qolgan yo'q. Biz faqat bugun emas, her gün, her minut ularni esimizdan chiqarmay, biz qarindoshlarimiz uchun harakat qilishimiz kerak. Xitoy tajovuz Xitoydan bu qisosni olish uchun har vaqt qalbimizni tutish kerak. Eng oxirida ben cıhkap kadar kanalım yok değil, ben yakın yaklaşmayacağım yok. Bir gapim değil. Bu yakının yakısı bir vatanımızda zulüm toxtab qalgandek, hamma yerda shunday bir vatanimiz ozod bo'lib ketib, bir shunday isil yashayotganda qarindoshlarimiz, ba'zi bir qarindoshlarimizni berib kelib vatanga hech ish bo'lmagandek Xitoyning dipo ustun o'ynab, butunlay dunyoda biz vatanda qarindoshlarimizni qon badiliga miyada kelib özümüzün, dinimizin qiynaligini qaramay dunyoda genosid degizib butun dunyoga badal to'layotgan va siyosat qilib butun dunyoni Xitoyning abtibashirini ichib dunyoga ma genosid degizganni hammani nol qilib, yana vatanga berib qo'yayotgan qarindoshlarimiz hech qachon zulm to'xtab qolgani yo'q. Men shuni demoqchi. Hammalar deydiganim hech vaqt minut sekundda vatandagi zulmni unutib qolmanglar. Zulm tek to'xtagani yo'q. Biz bunga har vaqt qisash ediş için hareket etmemiz gerek. Rahmet. Stop China's genocide! Free East Turkestan! Stop China's genocide! Endi Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyer apandining xalqimizga qilgan xitobiga quloq solgaysizlar. Hozir sosyal medya davrida yashayapmiz. O Uyg'urchada Aqshko'chda o andati, mamandati, Aqshko'chda bir-birimiz bilimiga kech bo'lmay, ma chet el tillarida bizning turishlik davlatlarning ishlarni xalqini, ma irqiy qirg'inchilik davomlashayotganligini, ma ishg'oliyatning davomlashayotganligini, Xitoyniki ne kadar tehlikeli shu tillarda anlatishimiz kerak. Biz bir-birimizga anlatishimiz kerak, bir-birimiz bilamiz. Dunyoga anlatishimiz kerak. Onu mandat kılıç gerek, anlat kılıç gerek ne düşünmeyi birbirimizce. Biz biliriz. Ama biz bilimde halkara alışımız gerek aziz karandaşlar. Emmimizninki, bulup teşkilatlarınki,
Kızlar bizim müstakillik deymiz deb qo'ygan bilan amaliyotda harakat unda bo'lmayapti. Agar haqiqatan müstakillik deydigan bo'lsak, eng az deganda shu ishvorlarimizda, talablarimizda xalqaroga davomli deydigan matbuotlarga, muxbirlarga, davlatniki shu kirishayotgan parlament a'zolariga, rahbarlarga talabim nima deydigan bo'lsa, birinchi talabim mustaqilligimiz. Devletimizin müstakillikini asli keltirish. Bundan başka kapaletimiz yok. Aşu sen davatkan kişilik hukukni, dini erkinlikni, demokratiyani kapaletga ega qildigan bir narsa bor bo'lsa, Sharq Turkistonning mustaqilligini va egilik huquqini asli keltirish. Onundan başka narsa quruq. Aldı bilan mushuni hal qilishimiz kerak. Agar samimiy bo'lsang, qaysi davlat bo'lsa, mushuni qilishing kerak deb bularga besim qilishimiz kerak. Va bular hammamizdan o'xshash talab chiqqan vaqtda amal yo'q. Ular uchunmi? Hammamiz o'xshash narsani talab qilgandan keyin ularga amal yo'q. Boshqadan Uyg'ur tepki kelib ma'manda da'vat deyolmaydi. Uyg'urlar hammasi shunday deydi. Shu bir-birisi bilan gaplashadi. Bong kelayotgan Uyg'urlar manda hammasi o'xshash gap qilyapti. Qanday qilamiz? Besim qilyapti. Talab o'xshashkin. Ya bunun şu kırılıp git vardı o. Halkara kanun boyunca bununki özü takdirinin bezgeleş hakkı var. Bu şu özünün takdirini şu müstakillik arkalık belgileyimi davatıdı o. Bula besili vagan bir millet iken, bir devlet iken. Dep halkaramı bizni kollamay başka çare yok. Ama Şarkı Türkistan üçün küreş kılış biz özümüzün mecburiyeti. Onunla küreş kılıp onunla canimizni, melimizni, kanimizni pida qilish bizning majburiyatimiz. Amerikalik yoki Yevropalik yoki boshqasi kelib biz uchun o'ylab bermaydi qarindoshlar. Uning uchun o'zimizni qilishimiz kerak. Hozir biz sizlardan Sharq Turkiston uchun o'ylab beramiz demayapmiz. Qizimiz hammamiz vatan uchun shu zamonlam canimizni tikitimiz, shu zamonlam o'ylab beramiz vatan uchun. Hozir Sharq Turkiston uchun yashab beringlar. Sharq Turkiston uchun harakat qilib turinglar. Mayli tor orqali qilalig'ini, mayli bir tweet orqali bo'lsin, bir social media post orqali bo'lsin, bir rasm, bir xat orqali bo'lsin, bir imzo orqali bo'lsin. Shunda namoyishlar qilib, qo'l adam qo'l yerda xalqaro bildirish bo'lsin. U Xitoyning elchixonasini olib turib, Xitoyga do'stlarlar degan bilan Xitoyga parvo etlik. Kanada ve dünyanın başka joylarida o'tkazilgan faoliyatlar ve namoyishlarning tafsilotini keyingi xabarimizda anlatamiz. Cemiyetshunos mutafakkir olim Malik Nabiy vatan tajovuzchining nishoniga uchraganda sukut qilish moslashganlik, bir taraflama turib olish xiyonat hisoblanadi deydi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.